Assalomu alaykum, Ma'lumot Uz kanalining qadrli obunachilari, hurmatli sigir ishqibozlari. Biz bugun Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bog'dod-Chorva bozoridan sigirlar qatoridan syomkani boshladik. Bugun hafta kuniga payshanba, 10-aprel 2025-yil. Bir boshdan sigirlar narxlarini yoritib beramiz. Videoga like bosib, kanalimizda mehmonlar bo'lsa obuna bo'lib qo'yinglar. Boshladik bo'lmasa. Nechinchi bola aka bu? Birinchisi aka. Birinchi bolasi. Bolasi Novvozmi? Bolasi Novvoz ekan akalar. Birinchi bola. Nechta suti bor aka? 7 litr suti bor aka, mol. 7 litr suti bor ekan. Molni bo'yi basti yaxshi, sifati ham yaxshi ekan. Endi kuragini yoryapti. Ikkinchi kuragini endi yoryapti ekan jonivor. Bola Novvoz. Nech pul narx aka? Buni 23 deyapmiz. Savdo bo'ldimi? Savdo bo'lyapti. Nech pulga bo'ldi? 200 kam 22 million qilyapti. 21 million 800 ga to'xtadi oxir, ha? Ustiga qo'shilib sotiladi akalar. Yuvosh, tanjon sog'. Vachi yuvosh. Hamma yo'q zo'r. Aybi yo'q, xudo xolasa. Mana aybi yo'q mol. Akalar, mana shunday ko'rsating. Molni bo'yi basti akalar 1.20 dan balandroq keladi. Mana orqalardan ham bitta ko'rsating. 21 million 800 ming so'mga berilmoqda. Bolasi Novvoz ekan, birinchi bola, ek kurak narsa. Telefon raqami bormi aka? Bor. Ayting. 91lik. 91lik. 143 143 0761. 0761 raqamlariga telefon qilasizlar. Ma'qul kelsa savdolashib olaverasizlar akalar. Mol aybi yo'q, sifati yaxshi deyapti. Navbatdagi yana bola sigirni ko'rsatamiz. Bolasi G'unojin ekan. Nechinchi bola ekan? G'unojin, ikkinchi bola. Ikkinchi bola. Tanajon sog', xudo qolsa. Chaqishlarini chaynab turibdi mana. Ha, tanajoni sog'. 14 litr suti bor. 14 litr suti bor ekan. Nech pul narxi? 25 million 500 ming. Savdo bo'ldimi? Ha, qildi. 25 million 500 ming dedingizmi? Shunga bermadingiz. Bermadi. Sutiga qo'shilsa sotilar ekan akalar. 25 million 500 ming so'mga berilmabdi. Mana. Molda bo'yi basti 1.25 atrofida. Mol katta mana. 14 litr suti bor deyapti. Sutlar ham oqib ketdi. Jonivor. Telefon raqam beriladimi aka? 97lik. 97lik, ha. 271 271 2600. 2600 raqamlariga telefon qilasizlar. Bunaqadan uyda ko'p pul olsin deb. Sigirlardan bor. Aloqaga chiqaverasizlar akalar. Manzil qayerda? Bo'xcha, O'zbekiston tumani O'qchi qishlog'i. O'qchi qishlog'ida ekan akalar. Aloqaga chiqaverasizlar. Mana shunday ko'rsating. Mana sigirlardan sirob deyishyapti, aloqaga chiqaverasizlar mana. Akalar, navbatdagi sigirni ko'ramiz. Mana, bu ham katta sigir ekan. Buni sigirga qarang, bolasini ham o'zi qilib to'qib qo'yibdi. Bolasi G'unojinmi ekan? Tushovmi? Tushoviga sog'si. Tushoviga mana sog'ib ko'rib, yerin lekin o'ta katta ekan, ana qarang akalar. Nechinchi bola ekan bu? 3-bolasi aka 30 million kami bor. 3-bolasi 30 million kami bor. Nechta suti bor ekan buni aka? 20 ta sutga. Bola G'unojin. Savdo bo'ldimi aka? Nech pul qilishyapti? 26,5 million so'm savdo olyapti ekan akalar. Tushov ekan. Arqon bog'lab sotib olishar ekan. To'qol variantdan yana akalar. Bo'g'ozlar tomonga o'tib ketdik. Bo'g'ozlarga alohida qaytib kelamiz. Hozir sigirlarni ko'rsatib olay. Mana 25 million 500 ga berilmayapti. Bolasi G'unojin. Buni savdo bo'lyapti. Aka, nech pul savdo bo'lyapti bu? Qancha? 14. Bolasi Novvozmikan? G'unojinmikan? Ha, bolasi G'unojin ekan. Yaqin ichida qolmoqda buni. Nima bo'ldi? Sotildimi bu? Yo'q, endi. Endi kelyapsizlarmi? Aka beylab qo'ydik-da, boshqa Novvozlar bor. Bolasi G'unojin ekan. Nech pul narxi buni? U 7 million beryapti. Enasiga 12 million qildi. Nechta suti bor enasini? 7 ta sutiga javob berilaveradi, mana deydi. 7 ta bermasam ol bizniki. Nechinchi bola? 6 kurak ikkinchi bola. Ikkinchi bola 6 kurak ekan. 17 million so'mga bermayapti ekan akalar. 7 ta suti bor deyapti. Ko'rarga beramiz deyapti. Bunaqa dangali. To'g'risi ham-da uni. 7 ta sut bermasam ol bizniki. Ayting nomeringizni. Nomer, bering nomer. Ben nomerimni 90lik, ha. Siz o'zingiz 567 92 76. Aloqaga chiqaverasiz. Sotilsa sotib, sotilmasa YouTube'da sotamiz. Aha.
Davom etamiz. Nechinchi bola aka bular? Birinchisi aka. Birinchisimi? Chiqaryapti. Endi gurani chiqaryapti ekan. Mol tanjon sog' xudo xolasa. Bolasini olmasa aka. Bolasini ovozidan mana akalar. Nechta suti bor aka buni? Shunda kelaydi. Yolg'on gap keragi yo'q. 7 litrga keyingi shu bugunga javob beraveramiz. Arkasini ko'ring-da aka. Bolasi ham dadili. Novvasi o'qibdi bolasi. So'raydan pulga kiradi, pul topishadi. Hay. Mana. Oqelan ekan, akalar, xudo xolasa 7 litr suti bor deyapti. Nech pul narxi buni aka? 21 million kami bor aka. Savdo qilishdimi? 24 emas. 21 million kam bor deyapsiz. Bolasi ham dadil o'qibdi lekin. Nech pulga bordi? 8 ming kam 20 million qilyapti. 19 million 8 ming qilyapti ekan akalar. Nomer bormi aka? 91lik 200 45 54 raqamli telefon ko'rasizlar akalar. Yuvosh aka? Mana akalar, bo'ldi degan savdo bor. Yuvosh ekan akalar. Lekin hozir juda qattiq savdo bo'lyapti. Bitta ko'raylikchi, kattasi kerak ekan lekin. Bolasi G'unojin ekan. Savdo qattiq bo'lyapti. Nech pul savdo bo'lyapti? 29 million savdosi ketyapti hozir akalar. Mana shu qarshi tomondan ko'rsatay mana. Sigir kattasi kerak ekan lekin. Kamida bir 15 ta suti bo'lsa kerak menimcha. 29 million so'm savdosi ketyapti mana. Akalar. Bolasi G'unojin. 3-4 bolaga o'xshayapti turishidan. Savdo qattiq bo'lyapti. Bog'dachorva bozori bugun akalar serob, sigirlar yaxshi sigirlar ham ko'p chiqibdi. Mollar ham ko'p chiqibdi. Videoni boshidan oxirigacha ko'rib turinglar. Xudo xolasa chiroq qilib semka qilamiz. Bolasi G'unojindan akalar. Bolasi ham katta dadil bo'lib, bolasi bo'yi ham 1 metrdan oshiroq keladi. Bu ham savdo bo'lyapti shekilli. Mana. Hajjon. Nechta savdo bo'lyapti? 16 so'rayapmiz mana, bo'g'oz 5,5 oylik. Ha, o'zinimi? Ha, o'zini. Nechinchisiga ekan bu? 3-ya 4-siga. 3-ya 4-siga bo'g'oz. O'zini savdo 16,5 dedingizmi? 16,5 so'rayapmiz, bermayapti. 16,5 million so'm o'zi. Mana bolasidan tashqari savdo bo'lyapti ekan hozir. Bo'g'oz ekan. 3-ya 4-si deyapti. Yana bolalardan ko'rsataman yana. Mana shu ham birinchisi akalar. Bolasi Novas. Birinchi bola. Savdo bo'lyaptimi akalar? Nech pul? Aka nima deyapti buni? 22 million 300 ming. Bermayapsiz. 22 million 300 ming so'mga berishmayapti ekan akalar. Mana sigirda birinchi bola, Novas. Nechta sutga? 5 ta suti bor akalar. Akalar. Shu tomonga bitta o'taman akalar. Shu tomonda ham sifatli sigirlar serovoyda. Jonivorlar. Bu sotildimi Qodir aka? Nech pulga? 21 million 300 ming. Bolasi? Uni ochib. Sotilibdi akalar mana. 21 million 300 ming so'mga baraka bo'pti akalar mana. Shunday ko'rsatay. Bu tomonda endi semental sigir ham chiqibdi. Bitta shuni ham so'raylik. Semental sigir nech pul ekan aka? 7 kam bor ekan. 37 kam bor. Bolasi nechinchisi? Nima bolasi? Shu 6 ta yo 1 yo 2 bolasi. 6 tish, bolasi Novas. Nechta sutga beriladi? 10 taga berilaveradi. Nech pul so'rayapsizlarmi? 37 million. Savdo bo'ldimi? Mana ikkalasini aka 55 million qilyapti. Ikkalasini 55 million bir joyga savdo bo'libdi akalar, beriladi. 22 million qilib turibdi. O'zini 20. Buni bolasi Novas shekilli. Ikkalasi ham Novas. Birinchisimi uniki? Bu ham birinchisi. Bular sifati yaxshi. Tanijoni sog' xudo xolasa. Mana. Nomer berib qo'ying aka, orqasiga o'tib ketay. 91lik 200 01 17 raqamlarga telefon qilasiz. Ma'lumot uz kanal.
Mana akalar. 10 ta sutga beramiz deyapti. Bolasini ovoz, tishi to'rkurak ekan. Mana bunisi ham yaxshi sigir ekan. Bu birinchi bola. Bolasini ovoz mana. Bu ham yaxshi narsa ekan akalar. Mana qaranglar. Tomonlar endi olingan sigirlar. O'ta katta sigirlar ekan bular ham. Egalari yo'q. Mana sigir nech pulga olinibdi bilmaysizmi aka? Sigirlar zo'r ekan lekin. Sigirga qaranglar. Endi bo'g'oz sigirlardan ko'rsatamiz akalar. Bo'g'oz sigirlardan bitta ko'rsatamiz. Mana shu ham savdo bo'lyapti ekan. 1 million. Beralmasa 500 so'm beradik. 17 million so'm savdo bo'lyapti ekan. Mana asana shu 16 shekilli bo'ladi. Nima bu? Nima aytdi? Asfen. Bo'g'oz sigirlar qatoriga o'tdik akalar. Bo'g'oz sigirlardan ko'rsataman endi. Birinchisiga shekilli aka. Birinchi qoringa necha oylik bo'ldi? 6 oydan o'tdi bu. 6 oydan o'tibdi. Bo'y basti 120 ni tepasida keladi akalar. Necha pul narxi buni? 16 million 300 ming qilishdi. 16 million 300 ming so'mga berilmoqda. Hali yosh, kuratishini ham chiqargan yo'q ekan akalar. 16 million 300 ming so'mga berilmayapti. Birinchi qoringa 6 oydan o'tdi dedingizmi? 6 oydan o'tibdi. Doktor ham ko'rdida. Tanijoni sog' xudo xolasa. Aybi yo'q-a? Yo'q. Nomer berasizmi? Nomerdimi? Ayting. 91lik. 91lik. 683 683 92 58. 92 58 raqamdan telefon qilasizlar. Bitta tortib turing, orqasidan bitta ko'rsatib qo'ying. Mana akalar 6 oydan o'tgan ekan. 6 million 300 ming so'mga berilmoqda. Bo'g'ozlardan ko'rsataman yana to'qol variantdan ekan akalar. Uni qaranglar, bo'yi 1.30 atrofida keladi. Jonivor. Nechinchisiga bo'g'oz aka? Necha oylik? 6,5 oylik. 6 oydan o'tgan akalar, ikkinchi qoringa bo'g'oz sigirimiz mana. Necha pul narxi buni aka? 28 kami. Necha pul so'rashdi? Jazma 24,5. 24,5 million so'mga berilmoqda akalar. Mol lekin katta narsa ekan akalar mana. Tanajon sog' xudo xolasa. To'rkurak. Nomer beriladimi? Ayting. 77 kodi bilan 121 7705. Aloqaga chiqarasizlar akalar, ma'qul kelgan bo'lsa mana. Mana shunday ko'rsatib qo'ying. Bo'g'oz sigirlari qatori mana akalar, yoshlaridan mana. Mana shular ham birinchi, ikkinchi qoringa bo'g'oz hammasi. Mana. Birinchi qorin aka bular? Necha oylikdan? 7 oylikdan. Necha pul narxi bularning? Buni 25 deyapmiz, buni 20 deyapmiz. 25 million so'mga 20 million so'm narxi aytilyapti ekan. Savdo qilishdimi aka? Necha pulga bordi? 21 million ma'non qilishdi. Narigi necha? 17 million. 17 million so'm uni qilishdi akalar mana. Mana lekin katta narsa ekan. Mana shu tomondan o'tib ketaylik aka. Mana shuni ko'raylikchi. Necha oylik bo'g'oz aka bu? 8 oylik bo'g'oz. Nechinchi qoringa? Birinchisi tishi ham buzib oldi. Birinchisi. Necha pul narxi buni aka? 32 kam bor uni. Bunisi 18 kam bor. 18 kam bor. 7-oyga o'tgan. 25,5 million so'm. Nechinchi qoringa unisi? Bu ham birinchisimi? Yaxshi. Lekin bo'y basti yaxshi. 1.30 atrofida keladi. 18 kam bor. Orqalarni. Ha, o'tamiz. 18 kami bor. 18 kam bor deyapti. 8 oylik bo'g'oz ekan. 120 atrofida keladi indamasdan bo'yi. Ikkalasi ham birinchisiga ekan. Mana lekin katta narsa jonivor. Ikkalasi ham o'qilmagan. 25 million so'm buni qildi deyapti, bermayapti. Qiziqqanlarga telefon raqamida bitta so'rab beramiz akalar. Qiziqqanlar bo'lsa telefon qilaverasizlar. Nomer aytasizmi aka? Nomer aytasizmi? Aytamiz. Ayting. 90lik 304 1331 raqamlarga telefon qilasizlar akalar. Hozir bular ko'rishdi. Uni olami? Mana shu yakuni ham olib
Yetti. Bularni chiqardim hali. Bularni oldim. Mana hozir qoluvdi. Buni chiqardim. Yaxshi, nomerlarni qo'yib ketganmiz. Telefon qilaverasizlar. Buni ham oboraman shu qarini. Bu qari nechinsiga ekan? 12-chi bo'ladi uras. 12-chi? 12. Yaxshi. Ikkita tug'at shekilli qoni katta ekan. Ha, ikkita tug'at. Nech pul ekan bu narxi? Buni 14 bo'lsa. Nech pul so'rashdi bunga? 14 ga bo'lsa sotaverasizmi? Ya, savdo bo'ldimi? 13 million 300 ming so'm. 13 million 300 ming so'm. Qorim yomon katta sotdi, lekin jonim. Qo'ybas. Qaraman oladi ham-da. Yaxshi akalar. Shunaqalar. Nasıl girgan lekin ishim ketdi. So'ragan. Nima bilan qo'yganmiz? Qiziqarli Yana yoshlaridan birinchi qoringa necha oylik aka? 8 oylik. 8 oylik. Necha pul narxi buni aka? 13. 13. Yaxshi, arzon ekan. Necha pul qilishdi? 13 qilishdi. 13 ga bermadim deng. Necha pul baho aytyapsiz o'zi? 15 baho aytilyapti. Mana shular. Bo'y basti shu 1.15 dan tepa 1.20 atrofida keladi. Telefon raqam berasizmi? Telefon raqam bermaysizmi? Ha, ularni olib nima qilaman aka? Ha. Sizdan olaman. Ular akalar shunaqa ekan narxlar. Davom etamiz. Mana shu tomonda bo'g'oz sigirlarda o'ta kattalari bor. Tomonga o'tib ularni ham narxlarini sekin so'raymiz akalar. Bo'g'oz sigir mana bu ham katta sigir ekan. Necha oylik nechinsiga aka bu? Qornidagi 4-inchi. Necha oylik bo'ldi? 1 oyda tug'sa kerak. Qancha deyapsiz? 25 kam. Necha oylik? 25 kam bor deyapti ekan. Nasiga bu tomonga kelib qoldi. Lekin semental unojim tug'ruqxonaga kelibdimi? Tekshiruvga kelibdi mana. Savdo jarayoni. Necha pul savdo bo'lyapti aka? 13 million. Bo'g'oz chiqdimi? Endimi? Ha. 13 million 300 ga olindi akalar. Bo'g'oz bo'lishi mumkin, qisir bo'lishi mumkin. Nima bo'ldi aka? Baraka bo'ldimi? Nech pulga? 18 million 700 ming so'mga baraka qilindi akalar, mana shu sigir. Tortaveradi, tushib ketadi aka bu. 8 million 700. Mana sigirni qaranglar jonivor. Aka nechinchisiga necha oylik bu? Aka ikkinchi qori. Ikkinchi qori 8 tish. Aha. Necha oylik? 7 oylik. Necha pul narxi? 28 kami bor ekan. 28 million so'm kami bor ekan. Savdo qilishdimi aka? Necha pulga bermadingiz? 24,5 million so'mga berilmoqda akalar, lekin sigir katta, haqiqatan ham bo'y basti 1.30 atrofida keladi. So'zlarni orqalaridan ko'rsatdim. Bo'ldi, hozir. Oqiylar, xudo xolasa. Orqalari ham keng shekilli. Orqalari ham mana kenggina sigir. Telefon raqam aytasizmi? 90lik, ha? 3 29 10 raqamlarga telefon qilaverasiz. O'ting. Ya, nech pul sotildimi aka? Sotildi. Nech pulga berdingiz? 25 million. Aka hozir 15 million. Qarayman, sotilgan. Barakasini bersin. Yaxshi. Olganga, sotganga ham barakasini bersin akalar. Mana sigirni qaranglar endi. Aka, baraka bo'ldimi? Nech pulga? 22 million 200. 22 million 200 ming so'mga baraka bo'pti mana akalar. Bu ham o'ta katta sigir lekin. Mana. Bu ham bo'g'oz. 22 million 200 ming so'm, bo'y basti 1.25 dan baland, 1.30 atrofida keladi. Mana buni pashti bo'yi bir xil. Sotilgan variantlaridan. Akalar, Bag'dod chorva bozorini shu yerda
bo'g'oz sigirlar va ena bola sigirlar qatorini o'z nihoyasiga yetkazamiz. Ikkinchi qismida mana bunday sifati zo'rlardan ko'rsatamiz. Mana shundan bitta so'rab ketavering. Keyin unojinlarga o'tib ketaman akalar. Mana unojinlarda zo'rlari, ko'chatlar vash dahshat ekan akalar. Mana qaranglar, jonivorlar. Aka, charchamayapsizmi? Ha, rahmat, yaxshi. Necha pul bo'lar aka? 18 dan kam bor deyapti. 18 dan kam bor deyapti ekan. So'rashdim aka, necha pulga bermadingiz? 15 ga bermadi. Mana 15 ga bermadingiz. Unisini-chi? 14 qildi uni. 14 million so'm qilinib berilmayapti akalar. Telefon raqami aytib qo'yasizmi? 90lik ha? 058 00 44 mi? 49. Telefon qilaverasizlar akalar. Ko'chatlar lekin yaxshi udar ekan mana akalar. Mana qaranglar. Jonivorlar. Serkani birinchi qismini shu yerda o'z nihoyasiga yetkazamiz. Kanalda mehmonlar bo'lsa albatta obuna bo'linglar akalar. Videoga like bosib, video ostida bir ajoyib kommentariy yozib qo'ysangiz juda ham xursand bo'lardim.